Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli barchalarga xayrli kech. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninlar sog'mi, omonmi? Musofirda yurgan akalarim, opalarim sizlarga ham assalomu alaykum. Hamisha Allohning panohida bo'linglar. Hozirgi efirimi o'ylanib qilsammi, qilmasammi deb oxiri oqibat majbur bo'ldim qilishga. Nima uchun? Sababi men bunaqa narsalarni, bunaqa gap so'zlarni haligi ahamiyat kimdir aytadi, e'tibor bermang, unaqa gap so'zlarga, ahamiyat bermang deydi, o'tib ketadi. Lekin men tek qo'yib qo'yishim kerak edi-yu, lekin tek ham qo'ymashim kerak edi-da. Nimaga bilasizlarmi? Sababi shuki, 2 kun oldin meni bitta singilxonim tashlab berdi, skrinshotlar tashlab berdi-da. Botir Qodirov fan klubini ochgan bittasi yozishibdi u qiz bilan va yozishib, nima degan, aktiv bo'ling gruppamda, unaqa deganda, xo'p degan. Keyin bu opingiz taniysizmi deganda, singilxonim jo'rtaga yo'q tanimayman, kim bu opa deganda, Botir Qodirovdan umid qilib yuradi, pul umid qilib yuradi. Botir Qodirovdan pul umid qilib yuradi degan. Bu borada ham hali rasmlari bilan montaj qilib bitta ukaxonimga tashab qo'ydim. Montajlar qilib, chiroyli qilib tayyorlab beradigan bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin qo'yib qo'yaman. Video obzor qilib, chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Mayli, menga farqi yo'q. Sudga beradimi, men bilan urushadimi, bemalol, eshigim ochiq. Men kimlargadir o'xshab pistirmadan ish qiladigan ayol emasman. Va yana gap so'zlarga keladigan bo'lsak, Botir Qodirov fan klubini admini, senga gapim. Eshit meni, erkak. Shim kiyib yuribsan, ayoldan betar g'iybat qilib yuribsan. Seni qanday qilib men erkak hisoblayman? Endi qarab tur. Asha Amina Xayriya fondidagi rahmat Botir Qodirovni haromidan olib haromiga solib kelmoqda 1 yil davomida. Sen qanaqasiga Botir Qodirovni fan klubini ashaddiy muxlissan? Qanaqasiga meni radnoy akaxonim bor, men seni tomosha qilmasdim. Hech ham seni gruppangni tomosha qilmasdim. Bir kun kimdir qo'shib qo'ygan ekan, shu bo'yicha keyin o'zing chiqarib yoribsan, kuyasan, qiz bolaga o'xshasan, ayolga o'xshasan. Tavba qilsam. Botir Qodirovdimi? Men Botir Qodirovdan do'la imey vidu qilmoqchi bo'lsam qilardim. Endi meni eshitib tur. Senlar shu 1 yildan o'tyapti, Botir Qodirovni haromi, jalabdi bolasi deyapti. Nima uchun Botir Qodirovga endi anaqa bo'lasang, juda yaqin bo'lsang, erkak nomli erkak. Nima uchun Botir Qodirovni shunday anaqa qilib turib tarafini olib chiqmading? Nima uchun bizni Andijon viloyatimizda ashuncha ayollarimiz siqildi Botir Qodirovni tarafini olib? Ya'ni ololmay demoqchiman. O'zini yuzlarini ko'rsata olmay siqilishdi. Nima uchun o'zini yuzlarini ko'rsatisha olmadi? Ko'p onaxonlar quda andali, juda ham obro'li, boshqalar va hokazolik sababli ular chiqa olmadi. Va men o'tgan yili shu onaxonlarning iltimosini inobatga olib men chiqdim. Gapirib chiqdim, shu kalingga ham, boshqangga ham, luboyingga gapirib chiqdim va gapira olaman. Senga o'xshab erkak ismli emasman. Tushuntira oldimmi senga? Bugun seni ismingni va o'zingni mana biri menga qarab turgan, ikkinchisi quyoshga qarab turgan ko'zlaringni ko'rsatib, rasmingni ko'rsatib qo'ymayapman. Juda yaxshi bilyapsan-a? Kimga gapirayotganligimni ham, kimga bu gapim tegishliligini ham. Nima uchun chiqmading? Rosa zo'r ekansan.
Rasayam Botir Qodirov fan klub. Seni Botir Qodirov tashaddiy muxlisi bo'lganingda kaliga qarata chiqarding, qo'rqmasding. Qonga qon, jonga jon derding. Erkak meni g'iybat qilishda bilibsan, kaldi duxing yetmadimi kaldi so'kib chiqqani, rahmat so'kib chiqqani. Men ayol bo'lsam ham, meni basharamni ko'rsatib, Luboyiga javob qilishga tayyorman. Men hech qaysidan tilim qisiq joyi ham yo'q va qo'rqmayman ham. Senlarga o'xshab erkak ismli emasman. Tushunarlimi? Kamroq meni g'iybat qil va puliga keladigan bo'lsak. Da, so'raganman. Cho'kayotgan inson xastga yopishar ekan. Shu o'zini naqa qilib qolish uchun, qutqarib qolish uchun. Men ham Botirdan so'ramaganman men. Men Rustamdan so'raganman. Qanday so'raganman? Men videolaringizni chiqarib beryapman-u, pul bering. Men unaqa ayrim vijdonsizlarga o'xshagan harom emasman. Ayrim isqirtlarga o'xshab ovozlarini yozib olib, qanaqadir nimalarini, temalarini bilib olib, "Sen menga 20 ming dollar berasan, keyin men seni chiqarmayman" deydigan iflos emasman. Da so'raganman Rustamdan. Rustamjon, iloji bo'lsa yordam berib turing. Mana shunaqa farzandim og'rib qoldi. Banisadamiz deganman. Botir bersin demaganman. Bittasi menga, bitta ko'zing menga qarab, bitta ko'zing quyoshga qarab. Nimalarni sen o'zingcha tuhmat qilib tashayapsan? O'rta qo'limni tiqib olaman, isqirt. Tushundingmi? Keyingi safar to'shni ko'rsataman rasmlaringni ham. Menga tuhmat qilma. Men pul uchun vijdonidan kechib qo'ygan ayol emasman. Hamma yo'g'iga ham, boriga ham sabr qilganman. Da, bir ikkita dumbullaring aytishi mumkin hozir, savol berishi mumkin. Savollaringga javob berishga tayyorman. Qaysi tomonlama? Ras puli kerak emas ekan. Siz Botir Qodirov tashaddiy muxlisasiz ekansiz. Nima uchun pul so'rasiz? Men Rustamjon bilan juda ham yaqin edim. Qanday yaqin edim Rustamjon bilan? Opa deb konsertlariga ham borib, opa, uka, opa. O'zi всего 2 yosh farqimiz bor. Shu Botir Qodirovning xolavachasi Rustam bilan yaqin edim. Qanday yaqin edim? Yaxshimisiz opa, yaxshimisiz uka? Telefon qilardim, boshqa qilardim. Ha, opa derdi. Shuning uchun men o'zimga yaqin tutib, men ham dollar so'ramaganman, lekin ilojim yo'q so'ragan edim, uka deb. Lekin chiroyli javobini qilgan bo'ldi. Shun bilan. Hurmatli YouTube ahli, meni to'g'ri tushuninglar. Menmi nimanidir evaziga yo pulni evaziga video qilib chiqadigan ayol emasman. Va anovi meni g'iybat qilgan Botir Qodirov fan klubini admini bu safar mayli. Seni rasmlaringni boshqa keyingi safar kutib ola qol. Va mardmisan? Belingda belbog'ing bormi? Otang seni erkak tug'ildi, o'g'il bola tug'ildi deb mahallaga osh qilib berganmi? 94lik 425 81 17 425 81 17 Sahranit qilsang Telegramim chiqadi. Telefon qilsang ham bemalol tushasan. Yana bitta narsa. Qonga qon, jonga jon. Mana necha ming kishi ko'radi shu efirimni, shu videoyimni. Tirpilalik qilmayman. Men yozuv chuzuq qilmayman. Endi seni hali erkakmisan, keyin ko'rishamiz deya olmayman, bilasanmi? Chunki ayol kishini orqasidan gapiryapsanmi sen? Men seni erkak hisoblay olmayman. 1000 shim kiyib yur, 1000 chotingda bezing bo'lsin, men seni erkak hisoblay olmayman. Nimaga? Chunki sen
asossiz gapiryapsan. Keltirib berolmaysan. Keltirib berolmaysan. Madipalani sakratib yuboraman. Keltirib berolmaysan. Men sen bilan qo'pollashmay, uka. Mana shu oxirgi gapim. Meni orqamdan kamroq akillash. Hozircha shunaqa gapim. Hurmatli YouTube ahli, sizlardan iltimos podpisatsiya tugmasini bosib va bittadan like bosib o'z fikringizni qoldirib qo'yasizlar degan umiddaman. Hozircha shunaqa gap so'zlarim. Barchalarga xayrli kech, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hurmat bilan men